80-70 ta qo'y chiqaramiz. Mana katta qo'y ichishga yaqinlashib qolgan bo'lsa ham, mayda qo'zini pulida qo'yib beraman. Videoda boshida bittani like bosib, shuni kuzatsin, oxirigacha 2300 dan ham qo'y bor aka. 2300 dan ham qo'y chiqarib beramiz. 2300 minggacha qo'y bor aka. Assalomu alaykum hurmatli Fardunus kanalining obunachilari, YouTube ijtimoiy tarmog'ida bugun o'ta ham bilinmagan sensatsiya narxlar kelishtirib qo'zi qo'chqarlar qo'yib beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring, bittadan like bosib qo'ying, 2.300 mingdan ham qo'zi qo'chqarlarimizni qo'yib beramiz. Assalomu alaykum Fahriddinus kanalining obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Yodgorbek ukamizni qo'y fermalaridamiz. Mana bu yerda sotiladigan qo'shqonlarning narxini akalar sizlarga chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz. Videolarimiz yoqsa bitada like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bugun hafta kunimizga chorshanba 8-aprel 2026-yil. Akalar videoni o'tkazmasdan oxirigacha maza qilib, bitada like bosib, tomosha qilaverasizlar. Bu yoqda Yodgorbek ukamiz o'zlari. Assalomu alaykum. Charchamasdan, yaxshimisiz? Charchamasdan. Aka, qo'ylar zo'rdan ham kelib qo'yganmiz, chiroyli, sifatli, hamma tomoni o'ynaydigan yaxshi qo'ylardan ham kelib qo'yganmiz. Bugungi qo'ylarda akalar yirik qo'shqonlardan so'raganlar uchun asosan qurbonlikka. Soni nechta o'zi? Soni beyda 25 bosh, Fardun aka. Soni 25 bosh, hammasi qo'shqor akalar. Hammasi bular 11-12 oylik. Bu tish buzushqa kelgan mana oldi. Voy jonivorlar akalar. Mana o'zi oldi tish yorishga kelibdi. 11-12 oylik yirik qo'shqorlar. Mana bularni qaranglar ekan mana. O'zi juda ko'p oldi tish yorishni boshlabdi. Bir-biridan badani semiz akalar. Hozirgi holatida ham so'ysangiz ham, boqsangiz ham bo'laveradi. Ehsonga, aqiqaga ketaveradi akalar. Lekin qo'shqonlar hammasi bir-biridan yirik. Birinchi o'rinda lakasdan tashlab beramiz akalar. Tepasida yoqsa, qo'l dusha baraka qilaverasizlar. Xo'p, bugunga nechta qo'yimiz bor, nechta chiqaramiz? Bugunga bir 80-70 tacha qo'y bor aka. Hop. 80-70 ta qo'y chiqaramiz. Mana katta qo'y ichishga yaqinlashib qolgan bo'lsa ham, mayda qo'zini pulida qo'yib beraman. Videoda boshida bittani like bosib, shuni kuzatsin, oxirigacha 2300 dan ham qo'y bor aka. 2300 dan ham qo'y chiqarib beramiz. 2300 minggacha qo'y bor aka. Akalar o'tkazmasdan maza qilib, bitada like bosib, tomosha qilaverasizlar. Xo'p, sonini 25 ta dedik. 25 bosh beyda. Bir dona sariqadan, qolganlari akalar hammasi qora kashtanglaridan. Gap yo'q. Yeb ichari qanaqa ekan endi bularni? Yeb ichi garantiyalarni beramiz aka. Mana shunday qo'yvermay turman. Badanni qarang, badan to'lib yotibdi. Uyda haqiqiy akalar yemini yeb turgan variantidan qo'ylar hammasi zo'r. Sog'lik salomatligiga bir hafta garantiyasi bor. Yemasa, ichmasa, bo'lsa o'shtirib beraman. Garantiyalar berilaveradi. Ishqibozlarga akalar olib boqishni tavsiya qilaveramiz. Narxini qanchadan deymiz endi bu qo'ylarimizni? O'ta uzun aka mana. Lekin o'ta tiniq ekan bu qo'ylar. Mana bular. Qo'yda odam Nazaq barga to'vat. Bir martalik bo'lmaydi, klin top bo'ladi mana shu qo'ydi. Bunaqa qo'y hadeb kelolmaydi. Bir oyda bir marta kelib qoladi hammaga ham. Bitta menga emas, hammaga bir oyda bir marta arzon va yaxshi sifatli qo'y kelib qoladi. Ana shu qo'y bugun kelib qoldi. Gap yo'qlik. Akalar mana u gapga biz obunachilaringizda ilindim aka. Asosiysi narxida, pulini arzon qilib beraman dedingiz. Ko'pini qulog'i ham butun ekan bu qo'ylarimizda. Butun aka. Oyoq qo'li uzun akalar, nuqsoni, chaqa-paqasi Axta-paxtasi yo'q, qo'ylar. Hammasi aka. Behijolar. Libonda garantiya berilaveradi. Uyaltirib qo'ymaydi qo'ylar. Hamma yo'q kelgan. Qo'ylar ham akalar 85 plus minus shunaqa atrofida chiqaveradi, qo'ylarimiz. Tikka dumbaylar mana qo'ylar. Qaysi birini ushlasangiz badani to'lib yotibdi. Bir boshqatdan ushladim. Gap yo'q. Qani? Chino ochinishi buni ham? Aka. Mana, yig'tishga endi yoryapti ekan. Mana bu qo'shqonlarda akalar olib boqsalaring maza qilib, baraka topib boqadigan qo'ylar. Xo'p, narxini aytaylik, qanchadan deymiz endi bu 25 tasini bir yerga olishsa? Qo'ylar 25 tasini aka hammasini bir tortaqa unda oldin degan odamga 6 million so'mdan olib borib beraman. 6 million so'mdan. Olib borib beraman aka. Qancha kami bor? Kelishtirib ayto'ringchi, kami bormi? Gapni ochiq aka, 6 million uni vaqtda men qo'ymayman. 200 mingdan kam bo'ladi. Bo'ladimi? 5 million 800 ming. 5 million 800 mingdan rasprodaja telefon qilishaveradi. Ketdi. Barakasini bersin. Akalar 5 million 800 ming so'mdan sotilaveradi. Bunaqa narx yo'q, aka qayerga ketyapsiz? Yana o'tamizmi? Mana aka, osh yegan qo'lda bering aka mana. Bitta like bosib qo'yganman uka deb shuni telefon qilsam 5 million 600 mingdan yana 200 mingdan o'tdim aka. Bor aka. 5 million 600 ming. 5 million 600 mingdan uni telefon qilishsin o'zlariga yana xayri bor. Yana xayri olsun. Yana xayri bor. Telefon qilishadi. Barakasini bersin. 5 million 600 ming so'm. 6 million qo'ysam ham hech kim so'ymaydi aka. Xalq maza qilsin.
Shuni duo qilib boqishsin bo'ldi. Maza qilib olishsin. Olib borib yemni tasirlatib qo'ylarga berishsin, qo'ylar ko'taradi. Qancha bersangiz ham akalar ko'taraveradi holatga kelibdi. Qani bu tarafga aytaylikchi 5 million 600 ming so'mdan akalar qo'ylarni qaranglar. Havas qilganlar like bosib ko'rasizlar. Yana xayri kami sunnati bor. Telefon qilishsan aka hech kimda aytgan bo'lmagan. 5,5 dan nima deysiz mana? 25 tasi bir yerga. Aka 5,5 dan emas, 56 dan telefon qilishadi, o'zlariga o'tib beraman. 5 telefon million qilishsan, ishni bitiramiz. Bitmaydigan ishni o'zi yo'q aka. Niyat sotish, ko'ngildan niyat sotish, buni olib o'tirish emas. Videoga hamda maqtangan olib chiqmayman qo'ydi. Sotgan olib chiqaman, sotaman bo'ldi. Telefon qilishsin, ketdi qo'y. 5 million 600 dan ham Qo'y olaman deb shuni niyat qilgan odam bo'ldi, ko'chaga chiqolsin, qo'y o'zi yo'lga chiqayapti. gap yo'q. Akalar bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. 5 million 600 ming so'mdan katta yirik qo'shqirlar, yungilari olib qo'yilgan, boqishga tayyor. Olib borasizlar, endi bayoy berib, maza qilib boqaverasizlar. Hammasini bir-biridan badani semiz, ariq turi, kichkinasi, mayda-chuydasi yo'q. Hammasini bir-biridan akalar. O'zingiz ham ko'rib turibsiz. Badani to'lib yotibdi. Aytdi-ku, lakasdan tashlab beramiz, tepasida mana bu qo'ylarni akalar ko'rib, maza qilib, betida like bosib, baraka qilaverasizlar. Kelib ko'rishsin. Dastlabkani qaygacha deymiz endi? Dastlabki Samarqandgacha olib beraman. Dastlabkasi Samarqandgacha, aniqmi? O'zbekiston bo'ylab qilaylik. Olishsin, mana o'rtasidan bo'ladi. Karar ham bilan yoqda javob berishi bor uni. Samarqandgacha olib beraman. Lekin az buni hammani puli 25 taga yetmaydi aka. Gapni ochig'i. Hop. Uka bir 5 ta 4 ta qo'yga pulim bor deb telefon qilsa mana 6 o'tdimi? Bir boshqacha shuni ajrataveraman, 5600 dan dastlabki olib borib beraveraman. Va, 4 o'tadimi? 5 ta o'tadimi? Yo'q, nechta olaman desa bo'ldi. Masalan, men sizni 2 ta qo'yga qurbingiz yetar, meniki 10 ta, to'g'rimi? 10 ta olaman. Shuni bir boshqacha 10 ta shuni ajrataman, bo'ldi. Ash puldan ketaveradi. Optim narxida. Qo'shilib netmaydi, 5 ta ochaman, 2 ta qo'y chiqadi, optim narxida ketaveradi aka. Optimda narxida. Shuni lekin tanlab olishsa kelishamiz aka. Tanlash qarab kelishlar. Bir boshqatdan oldim deganga optim narxidan ketdi aka. Barbar aka. Akalar hayda vasalaring ham 5 million 600 ming so'mni optimda narxida ketaveradi. Aytdi-ku, mayda chuyda kichkina qo'ymas, bo'ylari o'rtacha hisobda 85 plus minus shunaqa atrofida. Endi ishqibozlariga bo'ylari necha chiqadi deydi akalarimizga taxminan aytib o'tib ketyapti. Bo'ylari 80-85 ta. Shunaqa, 80. Allaqayda, lekin allaqayda mayda chuyda qo'zi bir qo'yga solishtirishmasin buni aka. Allaqayda qo'yga solishtirmay, qo'y tepasiga kelib ko'rishsin, qo'y yoqadi. Yoqmasa, meshagacha qilib kelgan benzin gazini unda kuyib beraman shu odamda aka. Muammo yo'q unisidan, a? Qo'y yoqadi agar qo'y olaman degan odamga yoqadi kelib ko'rvoylar, ana yoqadi. Chunki o'zi mana hammasi bir-biridan chiroyli qo'ylar. Zo'r. Endi bu birinchi partiyalarimiz, a? Birinchi partiya aka, ikkinchi partiyaga ham sensatsiya qilib, o'ta qattiq orsan qilib qo'yib beramiz. Hurmatli obunachilar, endi ikkinchi partiyalarimizga soni nech bosh endi bulardi? Soni aka bular ham 25 ta. 25 ta. Pachka qilib terib qo'yilgan ekan, mana bu qo'chqorni ushlamasangiz bo'lmaydi. Mana ketdi o'zi, jiyanim. Yo'q, yonidagi mana busini. Dumbasi bo'lachak, mana shu qo'chqorni ushlang. Tanaqa akalar, qo'ydi qarang, qo'ydi. Dumbasi ikki dumba, belmadan bir xil. Like bosib ko'rasizlar. O'ta tanaqa ekan qo'chqor, a? Tiniq aka, qo'ylar o'ta zo'r. Puli ham zo'r, o'zi ham zo'r aka. Yungilari olib qo'yilgan akalar, boqishga tayyor. Qo'chqorni shunaqangisidan so'rag'anlar uchun akalar bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. 2 dona sarig'idan, lekin sariqlar ham ko'chat narsaga keladi. Qarang, otga o'xshab yuradi, sariq qarang. Jiyanim, mana bularni qaranglar akalar. Havas qilganlar like bosib ko'rasizlar. Yoshlari qanaqa tish bo'lganmi bular? Yoshlar aka, bular 11 oyda yonida bular, endi yoradi. 11 oylik, 11 oyda yonida bular. Plus minus atrofda. Sariqni ham ushlang, sariq ham o'ta boshqacha narsaga akalar, lekin qo'chqorlar hammasi bir-biridan zo'r. Mana bu qo'chqorlarga yemni maza qilib berib boqaverasizlar. Qo'ydi qarang, qo'ydi. Badan to'la. So'ysangiz ham bo'laveradi. Xotirjam. Qarang lekin mana. Yashida o'tgan, o'ta tiniq ekan. Otqon yappan deyishaveradi. Qora baxmallarida akalar. Xo'p, bo'ylari o'rtacha hisobda 80 plus minus shunaqa atrofida. Qiziqqanlarga akalar aytib o'tib ketyapmiz. Sog'lom, 7 kun garantiya beraveramiz qo'ylarga. Xo'p, narxini qanchadan deymiz endi? 25 tasini bir joyga olamiz deydigan akalarimizga. Kelishtirib aytaveringchi pulini. 5,5 milliondan qo'yib beramiz aka bularni. 5 million 500 ming so'mdan. Birinchi partiyani ozgina kichikroq ukalari. Deyarli o'zi teng. Aka, osh yegan qo'lingiz bering baqa. Unaqa 50-100 ming qilmayman. 200 mingdan o'tdim, 5 million 300 mingdan bo'lsa ketdi.
Samarqandga dastlabkasi bor, uni olib borib beraman. 5 Qo'llari million qamab keladi. 5 million 300 da. 5 million 300 dan media qo'sini puli aka olsin. Barakasi. Xalq mazaqi bir duo qilib boqsin aka. 5 million 300 ming so'mdan akalar sotilaveradi. O'rtasidan bo'lib olsa ham shu narx. Aka unda 5 tasini unda haydaymiz, eshitib ochib bo'ldi shu narxdan ketadi. Qayeriga nimadir o'tib berasizmi? Telefon qilishadi aka. Kelishtiramiz, telefon qilishsin. Telefon Qo'y qilsa olaman degan odamni ishi bitadi bugun aka. 8-aprel kuni hamma qo'yli bo'ladi. Telefon qilishsin aka. Telefon qilsa qo'yinki ishlari bitadi akalar. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Eng qizig'i akalar, bittaga ham sotilaveradi, bo'lib olsangiz ham sotilaveradi. Maqsad sotish. Muammo yo'q. Kelishtiramiz aka. Niyat sotish ko'ngilda. Buni chiqarib tomosha qildirish emas, niyat sotish. Realni olamiz deydi akalarimizga, videolari bor. Qaysi biri yoqsa, to'liq ma'lumot telefonda berilaveradi. Video tashlab beraveramiz. Bo'ynida tumorlari ham bor ekan, janavarladi. 5 million 300 ming so'mdan oyoq qo'li uzun akalar. Beli baquvvat, maza qilib boqadigan qo'shqorlar. Bu endi ikkinchi partiyalarimizmi? Ha, ikkinchisi, uchinchisiga sal maydaroqlardan boshqa qo'yib beramiz. Uchinchisiga yana bor. Yana bor aka. Serob. Telefon qilishaveradi. Kelishtiramiz, hammani ishini bitiramiz. Ular so'nggi partiyalarimizga soni 4 dona, to'talasi ham qo'chqor sog'liq. 3 tasi qo'chqor, bittasi sog'liq. 3 ta qo'chqori bor. Ana shu uchalari qo'chqor. Uchalasi qo'chqor, janavarlar. Mana bunisi sog'liq. Bitta sog'liq, 3 ta qo'chqor. Yoshlari taxminan 2-3 oylik atrofidagi qo'ylari sutga to'ygan janavarlarga kelar. Bittada like bosib qo'yasizlar. Yeb ichari yaxshi. Yeb ishlari garantiyasi bor. Muammo yo'q, ha? Yo'q, muammo yo'q. Qancha garantiya beramiz yeb ichariga? 1 hafta. 1 hafta? 1 hafta garantiyasi bor. Quruq somonni shunday moldan qolgan nushqutni ham berishaveradi, yeyaveradi bular. Urganib bo'lgan. Narxchi nech puldan deymiz endi bu to'talasini bir yerga olsa. O'zida o'ynab kulib, yayrab turibdi akalar qo'ylarni. Ko'rib turibsizlar, mana bu janavarlar mana. Yemasa ichmasa mana shunday holatda yurmaydi. Sifatlari yaxshi. 3 ta qo'chqor, bitta sog'liq. Ha, demak katta-katta qo'ylar bo'lib qoladi. Aka, narxini 2,5-26 qo'ysam hech kim so'kmaydi. Sizni obunachilaringizga bo'lsa-bo'lsin 2 million 300 mingdan borib dastlabki qilib beraman. Barakasini 2 million 300 ming. 2 million 300 mingdan bitta like bosib telefon qilyapman deysin, bo'ldi, qo'y o'tdi ularga. Aniq 2 million 300. Javob, gap. 2 million 300 ming so'mdan akalar. Uylaringga yetib boradi. To'talasini jo'natver deb telefon qilsalar, qo'yingki ishlaring bitadi. Ha, yetkazib. Bugunga shularmi? Bugunga shular aka. Bugunga mana shu qo'ylar kim qo'yarish niyat bo'lsa, shu nomerlarni telefon qilaverasizlar, ishni bitiramiz.